Ulug' olim Eynshteynning shundoq bir gapi bor. Haqiqiy qig'inba ishdan hargiz voz kechma. Bir g'oyali kishi butun haqiqatlarni tushunadigan odamdan kuchlik. To'g'ri. Biz degan odam bir erkin ruh. Bizning yangilik yaratish iqtidorimiz, qizg'inligimiz va kuch-quvvatimiz bor. Shundaqla to'xtamay g'alaba qila oladiganlardan biz. Shunga chekli qalbimiz ichida qalbimiz intilgan barcha narsalarni his qildik, bayqadik ham ishondik. Navoda g'oyamiz bo'lmagan bo'lsa, biz orzularimizni hargizmi amaliyotga aylantira olmagan bo'lardik. Qani, qalbingiz dunyoning qayerga berishni qaror qilgan qadar o'zingizni tinchlantiring. His qildingizmi-kin? G'oyangizni amalga oshirishning nurg'un yo'llari bor, lekin bularning hammasini irodangiz kontrol qilib turadi.